Qalqonsimon bez yaxshi ko'radigan 4 ta asosiy mikroelement bor. Qalqonsimon bezingiz bu mikroelementlarni juda ham yaxshi ko'radi va agar sizda mana shu mikroelementlar yetarli darajada bo'lsa, qalqonsimon bez faoliyatingiz sog'lom ishlaydi, ortiqcha vazn yig'ishga moyilligingiz pasayadi, metabolizmingiz yaxshi bo'ladi, soch to'kilishlari, teri qurishlari sizni bezovta qilmaydi. Selen T4 gormonini organizmingiz faol ishlatadigan T3 gormoniga aylantirishda judayam muhim rol o'ynaydi. Selen yetishmovchiligida birinchi navbatda sizda nima bo'ladi? T3 gormoni kamayishni boshlaydi. Metabolizm sekin ishlashni boshlaydi va natijada tez ortiqcha vazn yig'ishni boshlaysiz. Organizmingizda yallig'lanish jarayoni kuchayishni boshlaydi. Tez charchoq, holsizlik sizni bezovta qiladi. Sizni qalqonsimon bezingiz yaxshi ko'radigan mikroelementlardan yana ikkitasi bu sink bilan temir. Agar sink bilan temir yetishmovchiligi bo'lsa, sizda tez charchash, holsizlik, soch to'kilishi, teri qurishi va undan tashqari sochlarni hovuch bo'lib to'kilib ketish holatlari ham kuzatiladi. Yod esa T3 va T4 gormonlarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Yod yetishmovchiligi ham, yodni organizmda ortib ketishi ham katta muammo. Shuning uchun yod qabul qilishdan oldin men maslahat beraman. Albatta shifokor, endokrinolog bilan maslahat qilishingizni. Yodni organizmda ortib ketishi autoimmun kasalligingizni yana ham rivojlantirib qo'yishi mumkin.